Beruniy xususiy maktabiga Bioprogress jamoasi rahbari Azizbek Hamidov tashrif buyurgan. Biologiya fani bo'yicha ekspert. Azizbek bilan ta'lim sohasida juda uzoq suhbatlashdik, o'zimizga kerakli manfaatli bilimlarni oldik. Eng asosiysi hozirgi kundagi yoshlarimiz, o'quvchilarimiz uchun kreativ ma'lumotlarni Azizbek bizga aytib o'tdilar. Bizning maqsadimiz shu O'zbekistonimizdagi yoshlarni jahon miqyosiga chiqarish, ularni bilim orqali butun dunyoda nufuzli universitetlarda o'qishlariga ko'maklashish. Maqsadimiz shu. Azizbek ustozimizga mingdan ming rahmat, o'zini qimmatli zo'r fikrlarini aytib o'tdilar va bundan keyin Beruniy maktabi doimiy ravishda ilm-fan yo'lida Bioprogress jamoasi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yadigan bo'ldik. Mana yaqin kunlarda Azizbek o'zini biz uchun va shu jamoamiz uchun, Beruniy maktabimiz uchun o'zini yaxshi materiallari bilan, o'zini chiroyli bilimlari bilan o'zini hissalarini qo'shadigan bo'ldi. Azizbek, sizga rahmat, manfaatli suhbat uchun juda ham xursand bo'ldik. O'zimiz kutgandan ham chiroyli suhbatlar bo'ldi. Doim sog' bo'ling, charchamang. Endi shu o'rinda Azizbek bizni maktabimizni mana ko'rdingiz. Shu maktabimiz haqida, maktabimiz ekat tizimi haqida, joylashgan lokatsiyasi haqida o'zingizda qanaqangi bir fikrlar paydo bo'ldi? Siz shu kungacha Beruniy maktabi haqida, Hayotbek ustozimiz haqida qanaqa fikr dedingiz-u, shu kelib yana sizda qanaqa fikrlar paydo bo'ldi, qanaqa tushunchalar paydo bo'ldi?